lead with 30 seconds left. Eyo, what's up guys? Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan doimgidek Golden Boy. Короче, do'stlar, bu videomizda TDMda kuchli bo'lish uchun, TDM turnirlarida победа qilish uchun o'zi nimalarga e'tibor berish kerak? Defaultni игрокdan Pro TDM игрокga aylanish bo'yicha maslahatlarni bilib olasizlar. Ishonavering, videoni albatta sizga foydasi tegadi. Kelinglar do'stlar, mana shu videomizga bir hafta ichida 3000 ta like yig'amiz. Men esa 3 ta obunachimga 3 ta Royal Pass sovg'a qilaman. Royal Pass yutib olish shartlari juda ham easy. Shunchaki videoga like bosing, kommentariyada o'zingiz birorta izohingizni va ID raqamingizni yozib qoldiring va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, yangiliklardan xabardor bo'lib turing. Qanunda men videoni asosiy qismiga o'tib boshladim. TDMda o'z ikki xil pozitsiya bor, ya'ni rush qilib o'ynash va kutib olib o'ynash. E'tibor bering, 90% topoviy TDM игрокlar hammasi yaxshigina kutib olib o'ynaydi. To'g'ri-da, chunki sizga rush qiladigan игрокni qayerdan kelishini birinchidan taxminan bilasiz, shaglarni eshitib va o'sha joyga siz birinchi bo'lib o'q otib turasiz. Xo'p, bu bilan nima demoqchiman? Siz to'g'ridan-to'g'ri raqibga yugurib borishdan ko'ra, siz raqibingiz qayerdan chiqishini taxmin qilib, unga avvaldan o'q otib turganingiz qanchagina qulayroq. Keling, misol uchun mana bu vaziyatni birgalikda ko'ramiz. Raqib tomonga chiqmayman va kutib olishga tayyorlanaman. Sizni kutib olayotgan odamga sakrab chiqish ham bu eng katta xatolardan biri. Xo'p, keyingi vaziyat, raqibimiz shu yerdan shagi bor va boshini ushlashga harakat qilamiz. Xo'p, bizdan raqibni ikkita yo'li qoldi. To'g'rimizdan chiqish mumkin yoki orqadan konteynerning ichidan. Unda ham kutib olamiz. Mana nima uchun PUBG ni naushnikda o'ynash kerak. Keyingi vaziyat, yana raqibni kutib olishga harakat qilamiz. E'tibor bering, raqib siz tarafga ochilishini kuting, siz raqib tarafga ochilmang. Watch out! Keling, endi ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan PUBG Mobile'dagi nastroykalarni ko'rib chiqamiz. Siz zaletingiz kuchli bo'lishi va o'qingiz yaxshi tegishi uchun esa 1 litso va 3 litso nastroykalar eng muhimidir. Keling, hozir men sizlarga farqni ko'rsataman. Bizda obzor juda ham uzoqdan bo'ldi, bu TDM uchun esa xato. Qancha yaqin bo'lsa esa sizning aniqlik darajangiz shuncha oshadi. Buni esa 80 ga qo'yish to'g'ri tanlovdir. Do'stlar, TDMni yutaman desangiz psixologiya va azartni jilovlab bilishingiz kerak. Chunki ko'p игрокlar emotsiyaga beriladi, bir-birini so'kadi va buni oqibatda xato qiladi. Misol uchun, ko'pgina TDM turnirlarini ko'rgan bo'lsangiz, albatta bir shot yoki ikki shotga qolib ketayotgan odam doimo rush qiladi. Misol uchun sizdan shot olsa, yashigingizga o'tishi mumkin, so'kishi mumkin, lekin siz bunday holatda xotirjam bo'lib o'ynash kerak eng muhimi. Va raqibga to'g'ridan-to'g'ri yugurib, nojo'ya harakatlar qilib, shot berib qo'yish kerak emas. Bu ko'pchilik qiladigan xatolardan biridir. Misol uchun, raqibni jig'iga tegishga harakat qilamiz. Hozir orqasini yashigiga otdim va raqibim albatta azartga beriladi, yugurib chiqib beradi. Ko'pchilik default игрокlarni bu narsaga achchig'i chiqadi. Biz esa shundan foydalanamiz. Prosta g'azablangan raqibni emotsiyasini eshiting. Enang nom bilan qarab o'tiribmiz-ham bu yerga. Mana shunday bo'lib g'azablangan raqibingiz ketma-ket xatolarga yo'l qo'yaveradi va siz bundan bemalol foydalanasiz. Televideniye qarayapti. PUBG Mobile nastroykasidagi chuvstvidingiz va joystickni ko'rib chiqamiz. Mendagi joystick razmeri 163. Keling, hozir sizga kichkina joystick bilan katta joystickni afzalliklarini aytaman. TDMda o'ngga va chapga harakat qilish eng muhim narsadir. Agar sizning joystickingiz kichkina bo'lsa, joystickga tegishingiz bilan personajingiz oldinga harakatlanib ketib qoladi va bu esa TDMda kechirilmaydi. Do'stlar, aimni yaxshi ushlash uchun albatta giroskop, chuvstvidingiz muhimdir. Sensitivitingiz qancha sekinroq bo'lsa, dushmanga o'qingiz shuncha yaxshi tegadi, lekin bu degani juda ham sekin bo'lishi kerak degani emas. Chunki sekinroq sensitivitida aimni stabil ushlash mumkin. Lekin juda yuqori sensitivitida ham bir tekisda ota olmaysiz. Giroskopingiz juda tez bo'lganda ham o'qlaringiz har tarafga sochilib ketadi, ya'ni o'qingiz bir joyga uchmaydi. Tretye litso uchun men uchun 241 eng yaxshi tanlov.
O'zim shaxsan ishlatadigan Suicide ismli Telegram kanalimdan bemalol olishingiz mumkin. TDMda o'yinimizni kuchaytirish uchun kunlik mashg'ulotlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, TDMda ko'pchilik o'tirib turib diviziyalarni ko'p qiladi va doimo dushmanni boshiga o'tishga harakat qilish kerak. O'tirib turganimizda ham bizning selimiz dushmanning boshidan qochib ketmaslik kerak. O'tirib turganingizda ham presel davom tepa turishi kerak. O'tirganingizda preselingiz hech qachon pastga tushib qolmasin. Bizda keyingi harakat raqibni yaxshigina kutib olish uchun. E'tibor bering, joystik harakatiga yashik yoki blokdan push qilayotgan raqibni shunday boshini ushlashga harakat qilamiz. Raqib tomonga bunday chiqishi esa juda ham katta xato. Prosta blokda joystikni chapga tortamiz. Aniqlik va aym oshirish uchun trenirovkalar. Bilamizki, raqib bir joyda turmaydi va shu orqali raqibni ushlashga harakat qiling. Do'stlar, bu yilgi meni katta maqsadlarimdan biri YouTube kanalimda 100 ming obunachi yig'ish. Airplay konkursining shartlarini eslatib o'taman. Shu videoga 3000 ta like yig'ilsa, bir hafta davomida 3 ta obunachimga 3 ta Royal Pass sovg'a qilaman. Birinchi navbatda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyada o'zingizning chiroyli izohlaringizni kutib qolaman. Sizlar bilan Golden Boy PUBG Mobile YouTube kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Ты экономила.